Kelajakda rassom bo'laman deb yo'lga chiqqan Olimjon Salimov nimagadir rejissyorlik kasbini tanladi. Tinmasdan rasm chizardim. Rasm chizishni yaxshi ham ko'rardim. O'qituvchilar, matematika kabineti ham, hamma kabinetlarni bezash menga o'quv qo'llanmalari chizib kelishimi, kechasi bilan ertalabgacha rasm chizib chiqardim. Meni hozirgi kasbim bu rassomlik kasbi. Bu birinchi navbatda rassom bo'lish kerak bo'lgan, rejissyorning asosiy nimasi rassom. 15 yil aktyor sifatida ham faoliyat yuritgansiz. Qaysi rolingiz sizga ko'proq manzur bo'lgan? Yaxshi ko'rgan rollarimdan bittasi yana Krasnogorovni Haqiqiy erkak degan pyesasi bo'lardi. Biz bosh rejissyorimiz shu Moskvada 2 yil o'qib kelib, diplom spektakli sifatida Qo'qonda shuni kelib qo'ygandi. Shunda men bosh rolni shu Haqiqiy erkak rolini o'ynaganman. Shu rollar menga juda ham bir ko'nglimda yaqin. O'z davrida mashhur bo'lgan spektakllar bilan bugungi kundagi siz yaratayotgan spektakllar o'rtasida qanday tafovut bor? Vaqt o'tgandan keyin spektakllar tafovuti bo'ladi, lekin maqsadi bir xil. Men uchun, rejissyor uchun maqsad bir xil. O'sha paytda qo'yilgan maqsadim qanaqa bo'lsa, hozir ham xuddi shunday. Sharof Boshbekovni alohida eslaymiz. Ushbu insondagi qaysi xislatni qadrlardingiz? Bu odamda yomon xislat yo'q edi. Sharaf bu xalqimiz katta boylik edi. Teatr shuni aytmasa, kim aytadi unaqada? Kim aytadi bu xalqqa shuni to'g'risini aytmasa? Agar xalq o'zini ustidan o'zi kula olmasa, o'zini qusurini o'zi bilmasa, shu yerga kelib ko'rmasa, u teatr nima kerak bor? Nima uchun kerak? Odamlar nima uchun kelib o'tiradi bu yerda? Faqat kulib, faqatgina bir ko'ngil xushlik qilib o'tishmi? Yo'q, teatr uni vazifasi unaqa emas. Teatrning vazifasi bugun odamlarga oyna qo'yish kerak. Mana shunaqasan. Qaragin oynaga bir marta. Mana shunaqasan sen. Mohiyatini ko'rsan. O'zbek xalqining milliy g'oyasi bormi, yo'qmi? Nima o'zi? Hech narsasini ayamaydigan, hamma narsa shunga bera oladigan, intiladigan, shuni oxiriga yetkazadigan bir g'oya bormi yo'q? Teatr tarbiyalaydi, bekorchiga. Kechirasiz, men tarbiyalamoqchi emasman hech kimni. Kelgan odamlarni hech qanday tarbiyalamoqchi emasman. Ularga hech qanaqani o'rgatmoqchi emasman. Hech bunaqa qilinglar, mana bunaqa qilinglar demoqchi emasman. Men hayotni ko'rsataman mana bu yerda. Ko'rsataman. Shu qanaqa haq ekanligini ko'rsataman, uni o'zi tanlab oladi. Xulosani chiqarish. Agar shundan xulosa chiqarsa chiqardi, bo'lmasa men uni majbur qilib nima qilaman? Qanaqa qilib uni? 2 soatlik spektakl orqali uni tarbiyalab bo'lmaydi. Bo'lmaydi, kerak emas bu. Tarbiyalash kerak emas. Men ko'rsataman. Uni kim ekanligini ko'rsataman shuni. Ko'rsatganda ham juda ham qattiq dilga tegadigan qilib ko'rsataman.